keyinchalik qo'shib qo'yishgan. Kerak bo'lib qolgan. Nima degani nullable degani? Non nullable by default degani bu avvallari 2.10 dan boshlab, Dart versiyasi 2.10 dan boshlab variables o'zgaruvchilar bo'pti, nima debdi? Nullable by default. Bosh harfni olsanglar NNBD chiqar ekan. Nullable nima degani? O'zi nullable nima degani? Nullable degani tarjimasi shart emas, null bo'lishi mumkin degani. Libe degani shu mumkin degani bo'ladi-yu. Nullable degani null bo'lishi mumkin degani. Able nima? Null bo'la oladi deb qisqasi. Nullable degani null degani yo'q degani, bo'la olmaydi degani. Teskarisi. Nullable shu null bo'la olmaydi degani. By default degani default qiymati sifatida null bo'lmaydi degani. Variable default qiymati sifatida null olmaydi bundan buyog'iga degani. Hop, u paytda o'tib ketgan, hozir aniq olmaydi. Mana print.value chiqaryapti. Int mana qaranglar, mana deyman qaranglar. Int yosh deyman-da, print deyman, yosh nima bo'ladi? O'zi aytib qo'ydi. Nima bo'ladi? Error chiqadi. Chunki yoshga qiymat bermadi-yu. Yosh qiymat yo'q degani do'dirab qoladi-da, men qiymat qayerdan olaman deydi. O'zgarcha ochib olsa qiymat qani deydi. O'sha paytga ana narsa o'ylab topishgan. Hozirlar anaqa qilsa bo'ladi. Yosh teng 20 ga teng qo'ysangiz, ha deydi, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Yosh qiymat berdi deydi. Yo'qda anaqa qilsa ham bo'ladi. Pastga tushib turib yosh teng 20 desa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Print tegib ishlatmasanglar bo'ldi yosh. Yosh ishlatishingizdan avval unga qiymat berib qo'yish kerak. Ham printda yosh ishlatyapmiz, undan avval qiymat berib qo'yamiz. Bunda bossam chiqadi. Pastda tursa bir teng, chunki avval ishlatib qo'yamiz-ku. Keyin yosh berib nima bor? Ishlatishdan avval berish kerak. Xo'p, shuning uchun qisqasi default qiymat sifatida null olib ketishni xohlasanglar, masalan, yosh doimo qo'lingizda bo'lmaydi-yu. O'shanda anaqa null qo'yib ketasizlar. Yosh bo'lsa olgan, bo'lmasa null olib tur degan. Hozir ham bossam null chiqadi. Mana shu narsa null olib kelib beradi. Null olish imkoniyatini qo'shib beradi. Xo'p, shunaqa gaplar. Qisqa ishlatolmaysan deyapti. Boya gap. Int value ochadi deb print qilib turib, keyin value 0 ga tenglayapti. Bu kerak emas. Yaxshi tomon. Null aslida yaxshi deyapti. Null o'chib tashlasa bor, error qaytargani aslida yaxshi. Error qaytargani bilan yaxshi. Nimaga? Chunki siz qiymat bermasligingizni oldini oladi. Yoshga qiymat ber deb turadi. Qatiga. Qiymat ber deydi. Null ola olmaydi. Qiymat bersang ber deydi. Keyin rang qilasan deydi. Bu nimalar, bu juda murakkab chiqib ketgan. Qisqasi mana shunaqa ochib qo'ysa bo'ladi. Boshlang'ich qiymatga null qo'shib qo'yadi. Qisqasi int mana 0 1 2 3 4 5 6 sonlar ola olardi. So'roq qo'yib qo'ysanglar endi null ham ola oladi. Yangi xususiyati bo'ladi. Null ham ola oladi endi. Bir nimada. Hop. Shunaqa gaplar. Men null ishlatmoqchi bo'lsanglar, zamin degani bor. Misol uchun yosh chiqarmoqchi bo'lsam, yosh teng null qilaylik. Hozir chiqar. Hozir bunday chiqarsam, nima chiqadi? Null chiqadi. Null chiqmasin, yoqtirmasam, mana shu paytda null chiqmasin desam, bunday qilaylik-da, 0 qilib qo'yiladi. Любой joyda, mana 0 qilib qo'ysangiz bo'ladi, zamin qilib ketsa bo'ladi. O'zgarib ishlatgan joylarda zamin qilib ketsa bo'ladi. Shu payt null bo'lib turgan bo'lsa, 0 olib ketadi. Baqsam 0 chiqadi, null chiqmaydi. Misol uchun no age is given deyman. Yo'qda no age not found. Ya'ni age bo'lmasa null chiqmaydi userga. User not found deb chiqadi. Age not found deb chiqadi. Bo'lmasa men misol uchun yosh teng misol uchun 49 ga bo'lsa, buni bossam 49 chiqib keladi. Shunaqa narsa null bu. Bu bitta ikkita ishi bor. Misol tasavvur qilinglar, yosh 49 ga teng bo'ldi. Double deb ochaylik. 4958 bo'lib turibdi. Shuni nimaga print demoqchiman? Hozir mana qarang. Yosh chiqaryapman, ishlayapti. Boqmoqchiman. Chiqyapti. Mana endi ko'payib ketdi. Chiqyapti. Aholi ikkita chiqsin. Qanaqa qilsam buni? To'xta, to'string as fixedmi? As fixed necha kimi? Chiqyapti. Hop. Bu biladi-da, yaramascha, aql ishlaydi-da. Hozir chiqarsangiz chiqadi. Tasavvur qiling, mana narsa yo'q.
Chunki nav qiymat bermasligim ham mumkin-ku. Buyoqdan naqd qo'ydim. Yosh bashanga tengladimda, keyin yosh teng nav qo'ydim. Qiymatni o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Misol mana sonani yoza olirdim-ku. O'sha yoqqa nav yozyapman. Navga tenglayapman. Qanday qizil bo'lib qoldi? Nega qizil bo'lib qoldi desa, chunki yosh bu nal ham ola oladi-da, nal olishi minus. Ya'ni nal bo'lib qolsa-chi deyapti. Nal bo'lib qolsa men nimani ikkita qila olaman, ikkita nuqta qilaman deydi. Nal bo'lsa qila olmayman-ku deyapti. Yo rostdan-da, misol uchun sizlarga UGSV qilib kelinglar deyapman-da, UGSV bermayapman. UGSV qilib kelmasanglar imtihondan o'tmaysizlar deyapman-da, moduldan. UGSV bermayapman. Nima deysizlar? UGSV qilib kelmasa, men ichimda turibdi-da UGSV. Sizlarga aytmayapman. Shunga o'xshash narsa, ya'ni bu nal bo'lib qolishi ham mumkin. Nal bo'lib qolsa degani qiymati yo'q. Qiymat bo'lmagandan keyin, masalan, UGSV bo'lmagandan keyin qanaqa shubhali narsa, g'alati holat-ku. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Shuni to'g'rilash kerak. Bu xato chiqadi. Hozir mana bu holatda chiqmayapti-yu. Ertaga real proyektda ishlaganda chiqadi. Bu dard kalasini ishlatib yuryapti prosta. Dard yordamlashyapti. Bilyapti-manku yosh qiymat borligini. Shuncha error chiqarmayapti. Unaqa bo'lsa chiqadi. O'sha payt qanaqa to'g'rilaydi desa, qaranglar, nalli o'zgartirish ishlatasizlar-yu, boshiga anaqa ma'lumot turiga so'roq ishlatdinglar-yu, endi qayerda shuni ishlatsanglar, so'roq qo'yib ketishinglar kerak endi. Ma'lumot turidan avval so'roq ishlatib qo'ydinglarmi? Endi qayerda ishlatsanglar, odatda yosh mana so'roq qo'yib qo'yishinglar kerak. Endi mana bundoq bo'lsam, nal chiqadi. Agar mana narsa nalga teng bo'lmaganda, mana chiqadi. Hozirlar anaqa qilsa ham bo'ladi. Anaqa zamin qilib turib, not given deb qo'ysam bo'ladi. 49-49-u. 48 endi men bir qilsam shu o'zi chiqadi. Yaxlitladida. 49-48. Orqadan boshdan yaxlitlab keladi bu, yaxlitlab keladi. Qani, tushunib oldi-ya, nalni qilib ochdingmi, so'roq qo'yib qo'ydingmi? Qayerda ishlatsa endi so'roq qo'yishimiz kerak. Bu shu edi. Shuncha gap o'zi shu haqida ketgan. Endi maydalashgani, birodarlar, hamma o'tirib tursa, baqir-chaqir qilmay turinglar, bola o'tirib turinglar. 5 minut kech ketsanglar hech narsa qilmaydi. 5 minutda tugataman. Yo'q. Jim chiqib ketaylik, jim. Xo'p, operatorlarni gaplashamiz. Bir qatorga o'qib, mana shu qator ko'ramiz bo'ldi. Operatorlar plus minus bilasizlar, plus nima qilib beradi? Qo'shadi, ayiradi, ko'paytiradi, bo'ladi, butun bo'ladi. Mana misol ketgan. 4 2 ga bo'lsa 4,5, mana bunaqa bo'lsa 4 o'zi chiqadi. Virgulgini o'chirib tashlaydi prosta. Bu nima? Qoldig'ini olib beradi. 5 2 ga bo'lsa 2,5 chiqadi, lekin qoldig'i nechi? 1, o'sha 1 olib beradi. Qoldig'i olib beradi. Mana bu qaranglar, ana narsa. Mana shundan ko'rib qo'yinglar. Int bu 2 to'g'ri deyapsiz olganda, mayli, video bittada ketib qoldi, mayli. Int misol uchun yosh teng, misol 18 tursa ham turgan bo'lsin-da. Nima qilmoqchi deydi? Anaqa. Misol yosh 1 yoshga ulg'aydi bitta odam. Print deydi, yosh deb chiqaring. Nech chiqadi? Ketmagan yosh deb chiqaring. Print deydi, ketmagan yosh deb chiqaring. Qara, plus bilan maniki plus qo'ygan bilan maniki plus qo'ygan farqi bor. Ikkalasini bittada qo'yib bo'lmaydi. Yo, chap tarafiga ikkita plus qo'ysa bo'ladi, yo o'ng tarafiga ikkita plus qo'ysa bo'ladi. Odatda biz o'ng tarafiga qo'yib yuramiz-a. Mana shu payt chiqaraman qaranglar. Ikkita print chiqadi. Men 19 qiymat. Buni bossam, birinchisi 19, ikkinchisida 20 chiqadi. Birinchisida 19 chiqaryapti-da, keyin plus qilyapti. Ikkinchisida o'sha plus bo'lgan. Bitta keyingi qiymatni chiqaryapti, 20 bo'lgan holatda. Plus boshiga yozsanglar, avval plus qiladi, avval yoshni bittaga oshiradi, 20 qiladi, keyin chiqaradi. Siz chap tarafiga yozsanglar, birinchi bo'lib yoshni oshiradi, o'ng tarafiga yozsanglar, keyin oshiradi. Sal kechroq oshiradi. Srochni oshish kerak bo'lsa, chap tarafiga yozish kerak, yosh. Bemalol bo'lsa, o'ng tarafiga yozdirsa bo'ladi. Bu plus minus ham xuddi shu gap. Prefix deyapti, ya'ni mana postfix, o'ng tarafiga yozish postfix deyiladi. Mana bu prefix, aytayapti. Plus x desa deyapti, birinchi bo'lib inkrement bo'ladi, keyin return bo'ladi. O'ng tarafiga yozsa, birinchi bo'lib return qilib oladi-da, qaytarib oladi-da, keyin inkrement qiladi. Keyin qiymatni oshiradi. Birinchi bo'lib qaytarib olib, keyin qiymatni oshiradi. Relation operatorlar bor. Mana nima qilib beradi? Mana tugatamiz. Ikkita son bir-biriga tengligi tekshiradi-ya. Hamsi? Hamsi? Kattaligi. Hamsi? Kichkinaligi. Hamsi? Kichkinaligi. Bilamiz.
tab test operator mana shu qarang orqasida nima qolganini ko'rsating bor ekan yozing. S degani misol uchun int deysizlar qarang double deysizlar yosh teng 19 ga deyapmiz. Endi tasavvur qilib biz noto'g'ri ochib qo'yamiz. Double emas int bo'lish kerak degan. Int age teng yosh desam ishlamaydi. Bitta yo'li bor. Nuqta to int desam bo'ladi. Bu zo'r ishlaydi, doim ishlaydi bu. Bunda nuqta emas as int deb ketsam bo'ladi. Print turib endi age chiqarsam naq chiqarilib bu as ama nam desam ishlaydi. Nam desam double emas, nam bo'lsa, nam arosat degan narsa-ku, double ham int ham bo'lishi mumkin-ku. O'sha payt aytamiz, as int degani u int deymiz, aniq int deymiz. Double emas deymiz. Lekin ichida yoki 19 ga 5 deb yozib qo'ysanglar, bu int bo'lishi mumkin emas-ku. Yo'q deydi, aldayapsan deydi. Int bo'la olmaydi bu dod. Double bu dod. As int degani, ya'ni as degani sizlar ma'lumotlarni ko'rsatib qo'yasizlar. Bu kelajakda bir ishlatamiz. As bilan is bor, is not bor. Nima degani bu? Bitta qarang, print deb turib, men yosh ma'lumotlarni chiqarmoqchiman, yosh deyman, is int deyman. Intmi deb tekshiraman. Ne chiqarsam false deydi, int emas deydi. Double deyman. Double mi deyman. Bu is ya'ni shumi degani. Double. Stringga tengmi deb. Stringga unaqa tengla olmaysizlar-da. Bu ikkita dunyo narsa-da. Shunaqa. Hop, keyin bitta shunaqa bir ishlatish use case-ni bergan. Shoshayotgan bo'lsangiz bemalol oling, to'g'risi? Ha, bemalol. Yo'q, sizlarga mumkin. Bir minut qolmadi. 2 minut bor. Yo'q, tugatamiz. Mashina orqasida bitta dona qoldi xolos. Bitta dona. Bu mashq qator oxirgi qator, keyingi qator o'tmaymiz. Men shoshilmaylar birodar, men shoshilmayman. O'sha holatda is fruit deb turib maqsad bo'ladi. Mayli. Qisqasi ma'lumot turini tekshirish kerak, is bo'ptimi? Ma'lumot turi shumi deb tekshirib olish kerak. Logical operatorlar bor. Bilasizlarmi? Bilan boyagi teskari toggle true false deyapti. Ya'ni true ni false ga false true ga o'tkazadi. Masalan, toggle degani chiroqni yoqsam yonadi, bossam o'chadi-yu, ya'ni ikkita qiymati orasida borib kelib yuradi-yu. O'sha narsa toggle deb ataladi. Mana shu narsa qo'ysanglar true ni false, false true qilib beradi. Mana bu narsa nima? End deydi-ya. Ikkitasi to'g'ri bo'lishiga tekshirib beradi. Mana bu narsa or, ya'ni bir taraf true bo'lsa bo'laveradi. Bitwise degani bor. Sekin chiqib tursa, bitwise ko'rmaymiz to'g'risi, men o'zim aytib qo'ygan. You will never use deb qo'ygan. Hayotda ishlatmaysan-ya, faqat degan sen juda pastga tushib ketib, low level manipulation qilsa ishlatasan degan. Qarang, mana narsa bitta misol ko'rsatib bermasa, men o'zim nima his qilaman, o'tib turinglar 5 minut. Birodarlar, o'tib turinglar, iltimos. Ket, maksimum. Bool deyman, qaranglar. A deyman true, bool deyman, B deyman false. Print deyman. A va B desam nima chiqadi? Siz o'ylagan narsa chiqmaydi bu. Bitwise degani bu. Aziz, boshlamaning, xo'pmi? Qolganlar xizmat qilib turamiz, aziz, o'tib turinglar. Aziz, yaxshi. Ha, bilasiz. Ha, rang bo'la qolyapti deb ham. Bunday qilsam, nima chiqadi? Bor. Xo'p, mana ikkita vazza bu sizlar o'ylaganda ishlamaydi. Mana xo'ja yaxshi. Deb bossam, mana shu notebookam zaryadkasini so'qdi deb bilaman, buni bilan bosdim. Ulgurmaysiz, hozir ulgurmaysiz. Срочный zaryadka hozir o'chib qoladi. Zaryadka tez ketadi, video hamma narsa edi. Mingta. 3% ekan hali ham. Deb bossam, qisqasi nima chiqishini bilasizlar, false chiqadi-yu. Ikkalasi true bo'lsagina true chiqadi, qolgan holatda false chiqadi. Ham yoki bo'lsa nima chiqadi? Bu zaryadka qo'yishim kerak deganda. Yoki degani bitta taraf true bo'lsa ham bo'ldi. Ikkita taraf mabodo false bo'lib qolsa, umumiy natija ham false bo'ladi. Bu bilamiz. Buni bilamiz. Men misol uchun ikkitasini true qilsam ham true chiqaveradi. Notebookdan ishlayapti-da. Bu va yoki bilamiz, o'qib ko'rsanglar ham bo'ladi. Tez tushuninglar, qarang. Ikkita taraf true bo'lsagina true qaytaradi mana bu. Bitta taraf false bo'lib qolsa ham false bo'lib ketadi. Mana bu holatda esa ikkita taraf
true bo'lsa ham true, bitta taraf true bo'lsa ham yetadi, lekin ikkita taraf false bo'lib qolsa iloji yo'q, false qaytaradi. Bu men bitwise kerak emas. Bu boshqa ishlaydi. Men boru va degani bu просто solishtirmaydi. Misol uchun 8 bilan 9 anaqa va desanglar, u 8 bilan 9 boyagi 0 larga o'tkazib oladi-da, o'shani ustida amal bajaradi. 0 ga o'tkazib oladi. Bu oddiy son ustida amal bajarmaydi. 0 ga o'tkazib olib keyin amal bajaradi. Qisqasi juda murakkab.